Tomirlarni tozalashda yordam beradigan Rotopro apparati $40,000 turadi. Uni bir martalik ishlatilgan kateter esa $1000 turadi. Xo'sh, bu apparat nima karomat ko'rsatadiki, narxi bunchalik osmon? Yillar o'tgan sayin tomirning ichiga kalsiy tuzlari yig'iladi va natijada u yerdan hech qanday balon, hech qanday stent o'tishga yo'l qo'ymaydi. Natijada biza mana shu shakldagi ustki qavati olmos bur bilan qoplangan kateterdan foydalanamiz va bu kateter mana shu shaklda aylanib tomirning ichki qismidagi kalsiy tuzlarini maydalaydi va u yerdagi bo'shliqni kengaytiradi. Keyinchalik u yerga biza keyingi etap instrumentlarimiz, balonlar yoki stentlarni olib kirib, tomirni yanada ochsak bo'ladi. Va mana shu bilan biza ochilib bo'lmaydigan tomirli bemorlarimizga yordam bergan bo'lamiz. Xo'sh, bu har qanday tomirlarni tozalashda yordam beradimi? Yo'q, buni ishlatiladigan ko'rsatkichlari bor. Shunday ekan, agar sizlarda ham xuddi shunaqa yopiq tomirlar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling, biz sizlarga ochib berishga yordam beramiz.